Assalomu alaykum YouTube ahli. Hozirda biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi Boboshbek savdo kompleksidamiz. Bugungi narx-navolar bilan tanishamiz. Bu bozor hammaga ma'lum, ko'pchilik bilib qoldi, bilmaganlar ham bor. Xo'p, ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz. Bu bozor tekstilniy bozor, kiyim-kechak, har xil turdagi kiyim-kechaklar ishlab chiqariladi. Kattalar va kichkinalar uchun, yosh bolalar uchun hamma turdagi kiyim-kechaklar bor. Soat 7 dan o'tib qoldi. Chiroyli qilib hozir bir obzor qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum aka, bular necha puldan aka lozimlarimiz? Bularimiz Объемga 8000 so'mdan berilyapti. Aka, necha puldan ekan shortinglarimiz? aslida 15000 deb 15000 dan, mana ularimiz 18000 so'mdan ekan. Xo'p, bu yerda fabrishni ishlarimiz ham bor ekan. Necha pul ekan aka futbolkalarimiz? 10,5 turadi. Ularimiz fabrishni ishlar ekan. Zavodniki. Charchamayapsizlarmi? Aka, trikolar necha puldan ekan mana shular? 19000 so'mdan. Bora. Xo'p, bu yerda dvoykalarimiz bor, komplektlarimiz, egalari yo'q ekan. Assalomu alaykum. Aka, ko'ylakchilar necha puldan ekan? 25000 pachkaga. Bular 3D ya bular? 3D. Ha, material 3D ekan. Bularda material zo'r, shtampliga qaraganda yuvsa kirishmaydigan material. Hop, rasvetka 20 xil bor ekan. Meniki kiyizilmaganlari bor. Zakotovkada tayyor, cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Nukta viloyatga dastavkalarimiz bor. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga dastavkalarimiz bor. Xo'p aka, bular razmer chiqqanmi? 1-3 sinfniki. 1-3 sinf. Pachkada ikkitalik значит. Zo'r. Bularimiz chidetskilarimiz 15000 so'm. 15000 so'mdan ekan. Rasvetkasi bor. Rasvetkalari 3 yosh, 5 yosh. 20 xil ekan. 3 yosh, 5 yosh. Choklar tekis. Juda ham chiroyli ishlangan. Rahmat aka, charchamang, savdoyingiz bersin. Assalomu alaykum. Aka, dvoykalar necha pul ekan? 45000 so'mdan. Bular turk hibi, bular chempion material, yangi chiqdi bu materialimiz, juda ham zo'r. 45000 so'mdan. Podraskovoy ekan. 35000 deyapti. 35000 so'mdan dvoykalarimiz. Yoqalari bor, choklar tekis. Yaktalar necha pul ekan? Stoka yoqalar 20000. 20000 so'mdan yaktalarimiz. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar. Pradachi, Prada mana ular. 35000. Bular turk hibi 35000 so'mdan ekan. Turk hibi вообще zo'r material chiqdi bular. Kichkinalarimizchi? 22000. 22000 so'mdan dvoykalarimiz. Bular ham o'sha toza birinchi sort materialdan turk hibi. Aka, uzun ko'ylaklar necha pul ekan shular? 50000 so'mdan ekan. Orqadagilarchi? Ha, gap yo'q, zo'r. Akamiz klienti bor, xalaqit bermaymiz. Chiroyli ko'ylaklar bor ekan, egalari yo'q. Videoga ko'rsatib beramiz. Bozorimiz ko'rinishi. Bozorimiz haftaning 2 kunida bo'ladi. Yakshanba, chorshanba kuni azonda ertalab 3:30-4larda boshlanib 11 gacha davom etadi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek savdo kompleksida. Xo'p, lokatsiya so'raganlarga lokatsiyalarimiz bor. Telegram kanalimiz Omon Tele do'stlarining Telegram kanalimiz chiqadi. Lokatsiyalar tashlab beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Aka, dvoykalar necha pul ekan? 45000 so'mdan. Xo'p, taglariga fransuskiy qimmat turlardan qo'yilgan choklar tekis. Akamiz ishlarini olib turamiz, o'tkazamiz. Bularchi? 35000. Bulardan 35000 so'mdan, ha? Zakotovkada tayyor, cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Rahmat aka, charchamang. Xo'p, arzon so'raganlarga qaysi bozor narx-navos bizni bozorni tenglashadi. Yana aytaman, O'zbekistonda, даже dunyoda deb borsak ham bo'laveradi. Juda ham arzon. Bular material hibi, havo o'tkazadigan, bolaga ozor bermaydi. Haqiqiy o'zimiz O'zbekistonda hibi materiallari, pechatlar zavodskoy, bir berasizlar, dastavkalarimiz bor. Hibi, bular bambukliklarimizchi? Necha pul ekan dvoyka? 7,5 so'm ekan. Zo'r. Bular birinchi sort hammasi. Pechatlar zavodskoy. Xo'p, ishtonchalarimizchi? 3000 so'mdan. Bular doimiy bor-a, opasizda. Объемga zakaz tushsa qilib beraverasiz. 5000 gacha. Xo'p. Mana ular, ha? 5000 gacha ekan. Bular xabar rosa ham yumshoq material. Xo'p. Assalomu alaykum. Opa, necha pul ekan shortkichamiz? 2000 so'm ekan, zo'r. Qimmat rezinkalar qo'yishgan. Xo'p, hammasi puliga yarasha, kassasini so'raganlar uchun hammasi kerak bo'lsa, nima deydi? Sifati pulidan ham ziyod. Xo'p. Necha pul ekan mana shu ko'ylaklar, opa?
60 ming so'mdan dvoykalarimiz. Bular hammasi chevarish. Choklar tekis. Bular 35 ming so'm. Mana ularimiz 35 ming so'm ekan. Yo, sizni ko'rsatganim yo'q. Zo'r tiklishlari. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 91 737 32 39. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda dvoykalar. Dvoykalar necha puldan ekan? Sizlardan emasmi? Sizdanmi opa? 25 ming so'mdan ekan. Bular materiali turk hibi. Bular ham chempion material. Dastavka so'raganlar, dastavkalarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Bozorimiz mana do'konlar ham ishga tushgan. Birinchi video boshlaganimizda do'konlarimizni tekstasishlardi. Hozirda hamma do'konlarimiz yurmoqda. Savdogarlarni hamkorlikka taklif qilamiz. Boboshbek bozorimizni tashrif buyuringlar. Dastavka so'raganlar uchun, misol uchun keldik, ketdiga nima deydi, imkoniyat yo'qlar uchun dastavka qilib berilaveradi, chiqarib berilaveradi. Bozorimiz. Komplektlar necha pul ekan opa? 8 ming so'mdan. Material Supreme, hibi havo o'tkazadigan, vishipkali. 8 ming so'mdan ekan, zo'r. Aka, bular vishilka necha pul ekan? 20 ming so'm ekan. Vishipkalar juda chiroyli ishlangan. Toshlari ham zo'r. Kачествоsi tiniq ko'rinib turibdi o'zish. Xo'p, bularchi Navro'jniki mana polzinka ishlanchalarimiz. 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm ekan, ob'yomga chiroyli narx. Shortlarimizchi? Shortlar 5 ming. 5 ming so'mdan ekan. Bular hammasi birinchi sort. Pechatlar zavodskoy. Maykalarimizchi? Mayka 3,5 ming. 3,5 ming so'm. Bular necha puldan opa? Palasalarchi? 3 ming so'm. Necha pul ekan opa? 8,5 миллиона. 8000, 8500. Как хорошо, дешевле у нас. У нас все первые руках, да? У нас объем вот 8500 so'm deyishyapti. Уже ko'ryapsizlar, ataylar ruscha gapirgan sababi rus klientlarimiz ham bor. Rossiyalardan kelyapti. Qozog'iston, Ozarbayjon, Bakudan kelyapti. Уже videolarimizni qo'shni davlatlar ko'rib, narx-navolarga interes qilib, qiziqib, chet davlatlardan ham kelib xarid qilishyapti. Kачествоsi yaxshi emas deganlar uchun mana qo'shni davlatlar ham kelib xarid qilib yotishibdi. Tashrif buyuraverasizlar. Bular necha pul ekan dvoykalar? 20 ming so'm, 20 ming so'mdan juda ham zo'r chiqdi. Hop. Nimalarimiz bor? Ko'ylaklarimiz bor mana. Ko'ylakchalar necha pul ekan? Narxini aytib yuboring. Assalomu alaykum. Necha pul beryapsiz? Qo'ylamay chiqaring. Necha pul? 25 ming. 25 ming so'mdan rasvetka ko'ryapsizlar. 30 xil rasvetka bor gedeta, zakatoka tayyor. Zo'r. Xo'p, shortchalar necha pul ekan? Razmerlisi 5 ming, 3 ta razmer. 3 ta razmerli 5 ming so'mdan, ha? 3 mingdan. 3 ming so'mdan, ana chempion narx bo'ldi. Palasalar urilgan, zo'r. Rezinkalari bor. Qimmat rezinkadan urilgan. Yaxshi. Bularchi ko'ylakchalarimiz palasalar 8 ming so'mdan ekan. Bular hibi, yoqasi toza yoqadan ekan, qimmat yoqadan. Zo'r. Charchamayapsizlarmi? Koftalarchi? 8 ming so'mdan koftalarimiz, pechatlari tikilgan, tashlab olmaydi, zo'r. Xo'p, tez obzor qilamiz, bozorimiz tugab qolmasligi uchun. Aka, rubashkalar necha pul ekan? Bashimiz 30 ming. 30 ming so'm ekan. Tugmalari ishlaydi, zo'r. Rasvetkalar ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum. Aka, bularimiz necha pul ekan? 3D lar. 23 ming. 23 ming so'm. Top nimachi? O, to'rdaylar. 20 ming. Singapur deymi? Xo'p, mana ularimiz-chi? 23 ming degan. Zo'r, gap yo'q. Zakatoka tayyor, cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Necha pul ekan? Sizdanmi? 3 ming so'mdan. 3 ming so'mdan palasali, bular zavodskoy palasa. Xo'p. Bozorimizdagi mahsulotlar, ko'rib turibsizlar, kundan kunga sifatli narsalar chiqyapti. Vishilkalar necha pul ekan, aka? Vishilkalar necha pul ekan, og'a? Mana shular? Har xil 22 mingdan 27 ming. 22 mingdan 27 minggacha bor ekan. Hammasi bular birinchi sort materiallarimiz. Dvoyka necha pul ekan, opa? 24 ming so'm, zo'r. Xo'p, bu yerda do'konga ham bitta kirib qo'yamiz. Hamma do'konlar to'lgan. Oldiniga dastlab shu bitta ikkita do'konlarimiz ishlardi. Hozir do'konlarimiz ham to'lib savdolar bo'lib yotibdi. Shortlarimiz bor. Shortlar necha puldan berilyapti? Shortlar egasi yo'q rozi. Yo'qmi? Ha, bo'pti, mayli.
egalari yo'q. Bozorimiz ko'rinishi mana. Videomizni yakunlaymiz. Video oxirida ham manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi Bobashbek savdo kompleksi. Xo'p, dastavka so'raganlar uchun dastavkalarimiz bor. 12 ta viloyatga. Telefon nomerlarimiz 91 737 32 39. Bu yerda hamma birinchi qo'l o'zini ishlab chiqarish mahsulotlarini o'zlari tomonidan sotiladi. Narx-navolar hammasi nima deydi? Hamma bozordagi narx-navolar bilan solishtirib ko'raverasizlar. Eng arzon bozor bizning bozor, ya'ni nima deydi? Bu yerda olib sotar yo'q. Hammasi birinchi qo'l, optim narxlarda. Siz kelib bemalol nima deydi? To'g'ridan to'g'ri optim narxlarda olishingiz mumkin. Dastavka so'raganlar uchun telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 91 737 32 39. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlayverasizlar. Like bossalaring ko'pchilikka yetib boradi, kimlargadir manfaatli bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.